Assalomu alaykum O'zbekistonlik fermerlar, kichkina katta tadbirkorlar, fermer tadbirkorlar. Biz birinchi marta Xitoyda Qashqar shahrida qishloq xo'jaligi agrotexnikalar vystavkasiga keldik. Bu juda ham O'zbekistonga yaqin joy. Yaqinda O'zbekistonga primoy bo'tdan yo'l ochiladi, через Qirg'iziston. Shuni ochilishidan oldin bizani O'zbekistondan chaqirishdi. Birinchi marta o'zbeklarning bu yoqqa kelishi. Bu yerda nimasi yaxshi ekan? Eng oxirgi qishloq texnikalari, traktorlardan tortib yer haydaydigan har xil anaqalar, plug deysizlarmi, yer qaytishlaydigan hamma anaqalar bor ekan, oxirgilari. Narxlari masalan Yevropanikidan yarim narxga arzon. Bizga o'zbeklarga juda ham yaqin, logistikasi yaqin bo'lgani uchun arzon chiqadi. Ertaga yo'l ochilganda kelinglar. Traktorlari bizani fermerlar ko'rmagan modellar juda ham ko'p ekan. Yaxshi tomonlari, misol uchun, soddalari ham bor. Eng oxirgi chiqqan tokda elektronlashgan, даже distansionni boshqariladiganlargacha chiqib ketibdi. Hali bunaqalarni o'zbeklar ko'rmagan. Maslahat beraman, kelib ko'ringlar. Hammasi primoy zavodda o'zini anaqalar ekan, nima deydi? Zavodda o'zini anaqasi, dilerlari o'zi sotyapti, primoy. Narx qo'yilmagan. Bizni ko'rib hayratda qoldik. Ertaga ochilganda O'zbekistonga juda ham arzon, eng oxirgi texnikalar уже доступный bo'lib qolyapti, nima deydi? Olish imkoniyati paydo bo'lyapti. O'shanga hammanglarni keyinchalik mashg'ulotga kelib, shu yerdan o'zingizlar texnikalarni yoqqanini tanlab, nima deydi, O'zbekiston rivojiga yana hissa qo'shishinglarni maslahat beraman. Kelinglar. Rahmat.